Assalomu alaykum qadrdonlar. Toshkent tumani Generalda 2 sotuvli yer maydoniga qurilgan tayyor xonadonimizda sotuvga chiqqan Cross'li avtomobil uchun yetarlicha joylarimiz bor. Fasad ishlari to'liq bitkazilgan. Bu yoqdan ko'rishingiz mumkin, ko'cha uchun hojatxona qoldirib ketilgan. Bu yoqda mana kengina kattagina yashil hudud. Bu yoqdan yerto'lani ko'rishingiz mumkin. 24/7 suvi ham bor. Ba'zi bir negativlar uchun shu uyimizni sizlar bilan to'liq obzor qilib chiqamiz. Narxiga keladigan bo'lsa, $61,000 so'rashyapti. Tepasi kesanglar, kelishtirib beraman deyaptilar. Sizlar bilan hozir bitta obzor qilib chiqamiz. Koridor bilan boshlanadi. Patolog gipsokardon qo'limizda tarkib bo'lgan. Mana to'kli pollari hammasi qilib qo'yilgan. Bu bizning birinchi xonamiz. Bu keyin oshxonasi bo'ladi. Keyin kelib turib bemalol tekshirib olaverasiz. Mana bu yoqda mana birinchi xonamiz. Mehmonlarimiz uchun mo'ljallangan mehmonxonamiz juda ham kengina qilingan. Va navbatdagi bizning 3-xonamiz va bu yoqdan 4-xonamizni ko'rishingiz mumkin. To'g'rilarda Sanuzel. Xullas puliga arziydi, agar kelib turib ko'rsanglar bo'ladi, bemalol gaplashsa bo'ladi. Shu aytganimdek, narxi 61,000, tepasi turib kelishadigan joylari bor. Nomer qoldiramiz, telefon qilasizlar. Manzilimiz Toshkent tumani Generalda bor, shu ko'rib turgan uyingizda.